Assalomu alaykum Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. AQSh Venesuelada kuch ishlatish amaliyotini boshladi. Venesuela poytaxti Karakas 3-yanvar kuni Toshkent vaqti bilan keskin harbiy taranglik markaziga aylandi. G'arb axborot agentliklarining tezkor xabarlariga ko'ra, Donald Tramp ma'muriyati Nikolas Maduro hukumatiga qarshi kuch ishlatish amaliyotiga ruxsat bergan. Erta tongda shahar bo'ylab ketma-ket kuchli portlashlar qayd etilib, AQSh qurolli kuchlarining faol bosqichi boshlanganini anglatdi. Havo zarbalari avvalo mudofaa infratuzilmasining muhim nuqtalariga qaratildi. Xabarlarda strategik ahamiyatga ega Fortuna bazasi hamda Francisco de Miranda nomidagi aviabazaga zarbalar berilgani aytiladi. Shu bilan birga Vargas shtatidagi La Guaira harbiy dengiz bazasi ham nishonga olingani haqida ma'lumot tarqaldi. Mazkur hududda mamlakatning Milliy flot akademiyasi faoliyat yuritadi. Hozircha kamida 6 nuqtaga zarba tekkaniga oid tasdiqlangan ma'lumot bor. Karakasning turar joy va sanoat mavzelari ustida quyuq qora tutun ustunlari ko'tarilmoqda. Mavjud ma'lumotlarga qaraganda Washington masofadan turib zarba berish bilan cheklanmayapti. Operatsiyaning quruqlik bosqichi ham boshlangan bo'lishi mumkin. Guvohlar shahar ma'muriy tumanlari uzra desant va texnikani tezkor ko'chirishda qo'llanadigan og'ir CH-47 Chinook vertolyotlarini ham ko'rganini bildirgan. Ularni havodan Apache hujum vertolyotlari qo'llab-quvvatlayotgani qayd etilmoqda. Shuningdek, operatsiyada dengiz piyodalari foydalanadigan CH-53C Stallion vertolyotlari ham tilga olinmoqda. Bu ekspeditsion bo'linmalar jalb qilinganidan darak berishi mumkin. Keskinlashuv fonida Venesuela qurolli kuchlari rahbariyati Say-30 MKB qiruvchi samolyotlarini havoga ko'tarish bo'yicha buyruq bergani aytilmoqda. Uchuvchilarga havo hududini nazorat qilish va AQSh zarba guruhlarini to'xtatish vazifasi qo'yilgan. Shunga qaramasdan Karakasdagi rasmiy idoralar hozircha izoh bermadi. Washingtonda ham Oq uy rasmiy sahifalarida vaziyat bo'yicha bayonot e'lon qilinmagan. Jarayon juda tez rivojlanayotgani, jalb etilgan kuchlar ko'lami esa uzoq muddatli qarama-qarshilikka tayyorgarlik borligini ko'rsatmoqda. Bugun zarbaga uchragani aytilayotgan La Guaira bazasi Karib dengizidagi eng chuqur portlardan biri hududida joylashgan. Tarixan u Ispan mustamlakachiligi davridan beri Karakasning asosiy dengiz darvozasi sifatida strategik rol o'ynab kelgan. AQSh aholi punktlariga zarbalar berdi. Venesuela mudofaa vazirligi AQSh Venesuelaning aholi yashash punktlariga zarbalar berdi. Bu haqda mamlakat mudofaa vaziri Vladimir Padrino Lopez Telegramdagi video murojaatida ma'lum qildi. Uning qo'shimcha qilishicha, ehtimoliy qurbonlar, jarohatlar va yetkazilgan zarar miqdori haqidagi ma'lumotlar aniqlanmoqda. Bolivar milliy qurolli kuchlari butun xalqaro hamjamiyatga bugun 3-yanvar kuni erta tongda Venesuela xalqi Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati tomonidan eng jinoiy harbiy tajovuzga uchraganini e'lon qildi. Hozirda yaradorlar va halok bo'lganlar haqida ma'lumot to'planmoqda, deydi vazir. Avvalroq AQSh prezidenti Donald Tramp Venesuelaga qarshi keng ko'lamli hujum muvaffaqiyatli yakunlanganini e'lon qilgan edi. Amerika yetakchisi Venesuela prezidenti Nikolas Maduroga qarshi samarali zarba haqida xabar berdi. Uning so'zlariga ko'ra, u hibsga olingan va mamlakatdan chiqarib yuborilgan. Eronning yadroviy qurolga ega bo'lishi mintaqada barqarorlikni ta'minlaydi. Taniqli amerikalik siyosatshunos Jon Mershaymerning ta'kidlashicha, yadroviy qurolga ega Eron Yaqin Sharqda barqarorlik olib kelishi mumkin. Uning so'zlariga ko'ra, agar Eron yadroviy tiyib turish imkoniyatiga ega bo'lganida, hozirgi paytda AQSh yoki Isroil tomonidan Eronga hujum qilish bilan tahdid qilish imkoni qolmas edi. Shuningdek, Mershaymerning fikricha, agar Yaqin Sharqda yadroviy qurol faqat Isroilgagina emas, boshqa davlatlarga ham tegishli bo'lganida, mintaqa ancha tinchroq bo'lar edi. Isroil bir yil ichida nechta davlatga hujum qilgani aytildi. Atigi bir yil ichida Isroil Falastin, Livan, Suriya, Tunis, Qatar va Yamanga hujum qildi. Isroilning 2023-yil oktyabr oyidan beri qilgan harakatlari katta mintaqaviy inqirozga olib keldi. 2025-yilda Tel Aviv turli bahonalar bilan kamida 6 ta davlatga, jumladan Falastin, Eron, Livan, Qatar, Suriya va Yamanga hujum qildi. Mustaqil mojarolarni monitoring qilish tashkiloti qurolli to'qnashuvlar joylashuvi va voqealar ma'lumotlariga ko'ra, Isroil 1-yanvardan 5-dekabrgacha kamida 10.631 hujum uyushtirdi. Bu esa bir yil ichidagi
eng yirik harbiy operatsiyalardan biriga aylandi. Falastin 8332 marta, Livan 1653 marta, Eron 379 marta, Suriya 207 marta, Yaman 48 marta, Qatar 1 marta, Tunisning hududiy suvlari 2 marta, Maltaning hududiy suvlari esa 1 marta. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.